Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana yong'oq ko'chatlarimiz belgi tayyorlari. Mevasi. Yupqa ko'chaligi. Ağzını oxunuyor. Xitoy X185 hammalari meva qiluvdi. Mana ular talqin bo'lgani uchun yetkazolmay qoldi. Aslida meva bor, xudo xolasa. Mevasi bor, mevasi yo'q, o'zi yo'q. Mana aslida hammasi mevasi bilan. Xudo xolasa mana mevalari juda turibdi. O'z holatida mana yupqa po'chak, mana mevalari hammasida bor, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana maktab. Mevaga. Mevalar turibdi, xudo xolasa. Ularga keluvdi mana. Keyin ko'rsatadi. Mana mevalari hammasi ustida turibdi. Mana bu yerda bor ekan, mana unda bor mana. Yo'q, o'zi yo'q, prosta bu joy yaxshi bo'lgani uchun o'sib, juda mevalarni yetirolmay qoldi. Xudo xolasa, ichki zo'r ekan. Mana hammasi to'rttadan qoldi. Mana hosil ustida turibdi hali. Ko'pini terib oldim mana hosili. Mana hosili hammasi yupqa po'chak, xudo xolasa. Mana bemalol chaqiladi. Mana yupqa, mana xijolati yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana idealimiz 3 ta agat 350 metr. Mana ularimiz Xitoy X185. Mana odam bo'yiga yetadi. Buni ham uzunligi kamida 400 metr. Xudo xolasa 7000 tani tevasida 1, 2, 3, 4 ta agat to'liq. Mana endi olmalarimizga keldik. Olmalarimiz chang bor. Mana noklarimizga keldik. 4 xil, 5 xil nokimiz bor. Mana noklarimiz. Mana giloslarimiz. Gilos ko'chatlarimiz. Mana behi ko'chatlarimiz. Maktab 5 ta agat, bu tepadan bag'riga 200 metr mana shuna bo'lyapti. Chechen go'zali. Mana o'riklarimiz. Vandarkot, Yo'ldosh ota. Mikado, shaftolilar. Samanta, Ufa. Anzi shaftolini listi ertaksi, kechkisi mana shaftollarimiz ko'proq. Mana behlarimiz 1 yoshda meva qildi. Mana shaftollarimiz baquvvatligi zo'r. Xudo xolasa. Mana balandligi ham yaxshi. Mana o'riklarimiz Xudo xolasa o'ta chiroyli. Yo'lda bag'ida hali sinib tortilgan pingiliydi olma bo'lib turibdi. Bir qator olma tratvalda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.